Assalomu alaykum hammaga. Travertinni ko'p odam so'raydi, qanaqa bo'ladi? Yoki quyiladimi bu deydi. Yo'q, quyilmaydi. Bu xarsang tosh bo'ladi. Mana hozir toshlarni ko'rsatib o'taman. Mana bu travertin toshi. Hali kesilmagan, u zavodda kesilyapti. Hozir sizlarga batafsil yana ko'rsatib chiqaman. Juda shovqin bo'ladi. Keyin chiqqanimdan keyin aytib beraman hammasini. Mana hozir kesilayotgan jarayoni. Bunisi polirovka apparati bo'ladi. Bu polirovka apparatiga kirib, mana uzun ketdi mana bu yerdan. Polirovkadan chiqdi, polirovkadan keyin mana bunaqa travertin. Hammasi ikkinchi sloy travertin bu. Do'stlik, yashil, zang hamma gulimizdan bor. Like bosamiz, kommentariya qoldiramiz. Обязательно подписка bosamiz.